Bugungi maqsad Orolchada 100 kun yashab qolish. Qanday ketdik? Xo'p, biz endi biz olamiz. Fakrni kelib. Короче, do'stlar. Aytgancha bu Orolcha yo'mo-yo 100 kun vaqt, lekin bitta yaxshi tomoni bor ekan. Daraxtlar ko'p ekan. Normalniy degani bu. Xo'p, tushunmadim. Nimaga bir what the fuck? Bir kosa ko'mir topdik. Bu degani yaxshi degani. Xo'p. Bu yerdan ham olamiz. Shunchalik ko'p ko'mirlar ekan. Короче, oldikmi endi biz bu yerda yo'qmi 23 ta chiqdi. Xo'p, endi bizga bu kerak bo'ladi va настройкаga kiramiz hozircha. Buni fanzli qilamiz. Xo'p, yo'q-mo'yo nimalar bor ekan bu yerda? Yo'q-mo'yo temir bir parcha. Bu yerda shekil asli temirni olamiz. Yo'q. Voy. Sekin astalik bilan chiqaramiz. Voy, yana ko'mir asab ketaydi bu. Yana anaqa. Afsus, faqat shu yerga tushyapti. Buning uchun nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Bu degani yaxshi. Endi chiqamiz. Yaxshi, o'sha qorong'i ham tushib qolibdi. Eng yaxshi biz mana bu opitni 2 qilib oldik. Bu yerda yana g'or bor ekan. Yo'q, eng katta xatoim mana shu bo'ladi agar bu g'orga kirsam. Hop, voy, bled. So'y. Yo'q, kelibdi, yo'qmi? Ur. Alloh shukr. Endi bizda 4 anaqa bor, medinmi? Yo'q, 4 ko'm anaqa temir. Endi biz bularni yoqishimiz kerak, albatta yo'qishimiz kerak. What the fuck? Yetarli ish qolgan. Çünkü bu Orolda 100 kun yashaymiz. Biz yaxshi, endi bizga daraxtni versakka solamiz. Albatta versak hammasi mamnun. Endi biz versakdan nima yasaymiz? Versakdan albatta biz kirkamiz bor, pechka yasaymiz. Va pechkani bu yerga qo'yib, temirimizni eritamiz. 4 ta temirimizni va biz kiyinib olamiz. Chunki kiyinib olmasak, bilasizlar, bu orolda juda ham ko'p zombi va shunga o'xshash narsalar ko'p ekan. Chunki kiyinib olamiz do'stlar. Mana bu yerda adashmasam mana emas olamiz. Ovqat yeb olaylik. Yaxshi, lekin to'ydiradi va bizda bitta sandiq bor. Endi bizga nima kerak? Bizga yo'q, bizda mana bu bor va mana bu bor. Variant qaysini tanlash kerak? Xo'p. Yo'q. Men buni tanlayman, chunki men buni tanlashim mumkin. Bitta bu va bo'ldi do'stlar. Qo'yandan turadi va bizga kerak bo'ladi shield, ya'ni nimaga desanglar
zombilar otgan paytda kerak bo'ladi. Skeletlar. Hop, endi biz nima qilamiz? Endi biz topor olamiz va ketamiz. Qayerqa desanglar. Ovga, ya'ni bu yerga set spawn qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Set world spawn deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bizga bu yerda qanchalik uzoqlik bor. Qanchalik ko'p qo'y bo'lsa, shunchalik yaxshi bizga. Qo'y, xo'p, qo'yni qayerdan olamiz? Qo'y bu yerda, qo'y bormikin? Hop. Biz bitta narsani o'chirib qo'yamiz. Albatta kech ham tushmoqda. Voy! Kech ham tushmoqda, endi bizga nima kerak? Bizga albatta kravat kerak. Kravatni qanday olamiz? Endi bizga nima kerak bo'ladi? Bizga o'sha quyosh botyapti. Qani mani kravatim? Bizga kravat kerak ekan. Hachabi tovuq bo'lsa ham topdim-ku. Ovqat g'amini yeyish bu oson. Chunki qorin to'ydirish oson bo'lib qoldi. Eng kerakligi bizga tovuq emas, albatta. Birinchi o'rinda kravat va o'zimizga kerakli bo'lgan narsa bu qo'y. Qo'y bilan biz uxlashimiz mumkin. Agar biz uxlamasak, bilasizlarmi, zombilar paydo bo'lib bizni o'ldirib yuboradi.